Bugun 21-iyun 2025-yil. Yana bir hafta ortda qoldi. Shoxlar sindirilgandan keyin bugun adashmasam shu 5-terim bo'ldi yo'q. Bugun sal xursand qildi. Hosil 112 kilo chiqdi. Biroq bundan ko'p chiqmaydi deb o'ylayman. Sababi men yerda baribir ozgina mog'or baribir ekinni ko'proq ishg'ol qilyapti. Garchi dori sepgan bo'lsak ham. Bu issiqxona endi mana ikkinchisi avjiga kelyapti. Palak zo'r endi hosilga chiqa boshladi. Bugun ikkinchi marta terildi. Oldingi safarlar deyarli chiqmayotgandi, bir 4 kilo 5 kilo aytmasa. Faqat sizlarga aytdim. Oldingi videolarda ana bitta qator o'ldi deb. Endi bu qator, qo'shni qator xuddi shu chiziq. Mana boshlanish nuqtasi ham shu, tugash nuqtasi ham nariyog'i teng chiziqda negadir qurib qolyapti. Sababini tushunmadim nimaligini. Mana shunday yo'qotishlar hisobiga hosil qaytadir ko'payadi-yu, lekin qaytadir kamayib, me'yor bo'lib shu 100 kilo atrofida teriladi agar joy ko'p bo'lganda ham. Undan oshmaydi degan taxminim bor. Aytlar ham endi yiqilib boshladi. Shu yiqilgancha yiqilaversin deb shu turishda tashab qo'yamiz shekilli, baribir naryoqda mog'or to'xtamayapti. Bu yoqda bunaqa o'lish ortiqcha bir o'ringimiz ham kelmayapti bu holatda. Aytgancha bugungi narx 5000 dan bo'ldi. Bu ham yomon bo'lmadi. Haftada bir terim bo'lsa ham issiq tufayli bu yog'i o'tgan safar ham aytdim, haftada bir terim bo'lyapti. Meva o'sishi sekinlashgan. Oldingi safar aytdim, o'rgamchak yana qaytib kelib boshladi deb. Fitaverim qo'llanuvdik 10 litrga 10 ml, yana 5 gram mikroelementlar jamlanmasi qilib, bu safar bargini to'kishga hech qanaqangi ta'sir ko'rsatmadi, yaxshi. Faqat o'rgamchak kanani to'xtatdimmi bilmadim. Bu haqida hali xulosa shakllanmadi. Alomatlar ko'rinmayapti. Mana yangi barglarda bilinmasa agar. Endi mana bu mog'or masalasiga kelsak, mog'or esingizda bor. Margansovka bilan endi mana zilonkani aralashtirib sepgan edik. Bu hafta ikkinchi marta ham sepdik. Sal yana mana qoraytirgan. Endi to'xtata olganmi, bu ham noma'lum. Sal avjini susaytiryapti. To'liq to'xtata olishini bilmadim. Margansovkani tozasini katta miqdorda topolmaganligimiz uchun obunachimiz aytgan me'yorda, ya'ni 10 litrga 5 gram margansovka qilish imkoni bo'lmadi. Shu 1,5-2 gram atrofida bo'ldi va bunga 50 ml zilonka qo'shildi. Shu aralashmadagi holat. Yana boshqa bir akamiz bor va aytdiki, men margansovkani 10 litrga 1 gramdan ko'p ichib qo'llab ko'rmaganman, uni ta'sirini bilmayman, nima bo'lib ketadi, undan yog'i endi balki kuydirish mumkin degan uni qo'rquvi bor. Mog'or bo'yicha vaziyat shu. Umuman olganda narxlar kecha kungacha 6000 edi, bugun tushdi. 5000 ham aslida juda unaqa yomon emas. Bulg'or qalampirining hozirgi vaziyati uchun menimcha dalaga ekkanlar yaxshi daromad qilishyapti bu narx bilan. Bizda ham ikkinchi bahor hosili sifatida chidasa bo'ladi, yaxshi. Agar shu mog'or masalasi bo'lmaganda hosildorlik ancha bundan yaxshi bo'lardi bemalol. Menimcha 200 kilo ham teralardik ikkita issiqxonadan. Hozir shu mog'or hisobiga baribir ekin stress boshdan kechiryapti va avj hosilga chiqa olmayapti. Yo'qsa palagini sindirgandan keyingi hosilda ham yaxshi menimcha terim qilsa bo'lar edi. Mana bu issiqxonamizda yonboshidan ip tortganimiz bilan ozgina o'sib yana nima bo'pti, yiqilib boshlabdi. Yuqorida aytgandek, endi yiqilgancha yiqilib oladi bu yoq. Demak, bu hafta uchun aytiladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Dehqoningizni kuzatib boring, davomi yanada qiziqroq bo'ladi.
Sizni borligingiz bizga kuch beradi, shuni unutmang.